Assalomu alaykum. Qadr baland qadrlanamiz. Ertalabdan ishni boshlab oldik. Bugun 2-yanvar, hammaga barchaga kuningiz fayzi barakali bo'lsin. Ertalabdan ishni boshlab olganmiz. Quyosh chiqib turibdi. Jumangiz muborak bo'lsin. Ertalabdan ko'rib turganingizdek, Yevropa gazda ish avjida. 2-yanvar bo'lishiga qaramasdan Cobalt mashinamiz. Bu tarafda esa Jeta X70 mashinamiz. 4-paketli propan original zapchastlar bilan. Esa mashhur Yevropa gaz brendiga tegishli pochta ishlab chiqargan Avanti 32 to'rt Italiyani reaktori Tomasetti firmaga tegishli AT09 Nordic XP originali eng tozasi qo'yilyapti. Bu tarafda Damas mashinam salafan pachka kelgan metan qo'yilyapti. Bu tarafda Tracker 2 mashinamiz. Bu mashinamizga 4-paketli propan original zapchastlar bilan qo'yilyapti. Turbina motor hammasi original zapchastlar bilan. Bu tarafda Cobalt mashinamiz. Norvegiyadan kelgan Cobalt mashina. Cobalt mashinamiz yana ko'rib turganingizdek metan sonov qilinyapti. Yangi chiqqan Cobalt, ko'pchilik yangi chiqqan Cobaltga qo'shsa bo'ladi deydi. Albatta bemalol bo'ladi. Yurishlar, toshlar umuman ahamiyati yo'q. Kamtar xizmatlarni ham chiroyli qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek mana italyanskiy Royal firmaga tegishli 2 o'mlikdan qo'yib beryapmiz. Miyamiz Yevropa gazga tegishli. Qo'shib ishlab chiqargan Bachika 24 X original reaktorlarni chiroyli qilib beryapmiz. Bu tarafda esa Cobalt mashinamizga metan sonov qilinyapti. Ya'ni 4-paketli original zapchastlar bu. Oddiy Cobalt, bu esa SM Cobaltlardan. Bu tarafda 10X mashinamiz. Samarqanddan kelgan metan propani bor, propanga hech metan qo'yib beryapmiz. X original reaktor o'sha mashhur Euro zapasni joylashtirgan joylarimiz. O'zi farsunkasi miyasi qoladi. O'zi miyasi ham o'sha mashhur Avanti 32 ga to'g'ri ekan. O'zi eng ligir qilingan miyalardan full zapchastlar bilan qo'yilyapti. Mashinamiz. Orqa qismiga 90 tali balonlar bilan qo'yib beryapmiz mana. Yangi masa balonlarni 90 tali balonlar chiroyli qo'yib beryapmiz. Mana bemalol zapaskasi kirib chiqadi, ichkarida joylanib qoladi. Bu mashina tayyor. Bu tarafda Cobalt Toshkent shahridan chiqamiz. Kimga sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Yevropa gazga aloqa qilsangiz, sizlarga har qanday turli metan bilan kelishib chiroyli qilib beramiz. Ertalabda ishimizni boshlab oldik, yaxshi kayfiyatda. Sizlar bilan ulug'bek. Yevropa gaz. Bizning ishxonamiz yo'l bo'yida, kanal bo'yida kelishingiz shunday. O'ng tarafda razvorot bor. Mumkin emas, mumkin emas, lekin mumkin razvorot shuni qayrilganingizda shuni qayrilishini kesiz Yevropaga ishtirok kelib. Yevropa sizlar bilan ulug'bek bo'ldi. Har qanday turdan metan bilan, propan bilan kelishtirib, chiroyli qilib sifatli qo'yib beramiz. Bu videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalar javob bersa, bizda har doim sifat birinchi o'rinda. Sizlar bilan ulug'bek bo'ldi. Salomat bo'linglar. Bugun ishimiz yonyapti, bor-ku. Cobalt X70, Jeta Damas, Tracker Damas, Cobalt 10X. Bugun Yevropa gazda avjidan hamma yangi yillarga kutib o'tiribdim deyman bizda. Sifatli metan sonovkani har doimda klientlar ko'p bo'ladi-da. Ya'ni kam tarif. Shunaqa chiroq har qanday turli mashina qo'yib beramiz. Sizlar bilan ulug'bek. Bizni kuzatib boring. Albatta Kia Sonet mashinamizga 80 tali uzun balon qo'yildi. Akkuratni chanallar yasab, qoraga bo'yab, zapaskasi chiqadigan qilib, mana qilib berdik. Xudo xolasa mana 80 talik. Oldi qismi esa 4-paket original bo'ldi. Biz avjida Tracker Spark Cobalt. Bugun yonyapti-yu Yevropa gazda. Propan qo'yib berdik. Sparkga akkuratni qilib, bu tarafda Damas. Bu tarafda Kia Sonet mashinamiz. Propan qo'ydik. Hamma original zapchastlar, full zapchastlar. Atrofda Damas mashina yangi chiqqan salafan mashinamiz yana chiroyli qilib qo'shib ishtalik. Bu tarafda Kia Sonet, Tracker mashinamiz, Kia Sportage, Tracker mashinamizga propan qo'yilyapti, metan qo'yilyapti. Samarqanddan keyin Cobalt mashinamiz, Jizzaxdan kelgan Cobalt mashinamiz iste'mol qilinyapti. 3 talik propan.
Bizim sanatımızda kapandı. Şimdi tam koyulayapti. Şöyle qilib sarqib X olgan redaktorlardan Italiyan hayal falsafalar bilan Şimdi radyoda çok kapan koyulayapti. Şöyle başlamış.